yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bag'rida ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Hikmatli yo'llarda cho'zgan qo'llarin hayotga uyg'otgan. Oynaga qaraganingizda o'zingizni qanday his qilasiz? Chiroylimi? Juda chiroyli. O'zimni yaxshi ko'raman, o'zimni o'quvchilarimni yaxshi ko'raman. O'quvchilarim ham har doim chiroyli, a'lochi, aqlli, xushli, o'qimishli bo'lib ishlarini xohlayman. Shuncha har safar oynaga qaraganda o'zimni chiroyli his etaman. Chunki o'qituvchi bo'lishni kichkinaligimdan orzu etganman. Eng chiroyli kasb ham o'qituvchilarniki. Dunyodagi eng chiroyli kasb egalari ham albatta o'qituvchilardir. Menga savol qolmadi. Omadinga shakaraveradi. Azizsiz, aziz ustozlarim, onamdek aziz. Assalomu alaykum. Rahmat sizlardan bayramlar bilan. Hop. Ish ulug'roq ekan, savolimni qiyin o'xshadi, murakkab savollar. Maktab vaqtingizda kimdan, ya'ni qaysi ustozingizdan dakka eshitgansiz? Dumozayev savol. O'zi hamma aytamanda o'quvchilarga darsga kelsam ham aytaman. Rus tili fani menga yoqmaydi dedi. Rus savolga tushgandan qaraman. Rus tili fani yoqmaydi dedi. İntizar ustoz dars o'tadi menga. 12-maktab yanında Cırmızda. Hamma o'qish elini ters yanı bilan ishida chekkanmi urib urishadi. Hozir pishmon etaman shuna. Nere borsam ham rus tili chiqadi eldimda. Nere borsam ham rus tili chiqadi.
Okuvchilarim shunday tomon darsa giramda o'rganinglar. Ming rahmat aytaman shu ustozimizga. Sizlar ham rahmat katta. Молодец. Rahmat. Tabriklaymiz sizlar ham bayramlar bilan. Sog' bo'linglar, muvaffaqiyat. Otamdek azizsiz, aziz ustozlarim, onamdek azizsiz. Bu yil qaysi ustoz bilan ko'proq bahslashdingiz debdi. Xudo shukr, hech kim bilan bahslashmadim hali. Rahmat. Maktab vaqtingizda kimdan, ya'ni qaysi ustozingizdan dakki eshitgansiz? Maktab vaqtimda to'g'risi men hech qaysi ustozdan dakki eshitmaganman. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan butun 9-sinf jamoasini, o'qituvchilarni hammangizni bayram bilan chin dildan tabriklayman. Shunday bayramlarni ko'pini ko'rib birgalikda har doim quvonib, nishonlab yurgaymiz. Maktabimiz namunali maktablar qatoridan joy olib, hamma vaqt so'yinib quvonib yurgaymiz. Hammangizni shu bayramlar bilan tabriklayman. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar bilan barcha ustozlarni maktabimiz jamoasi qolaversa, shu O'zbekistonimizda barcha ustozlarni shu bayram bilan tabriklaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, hamma vaqt yutuqlari boy yil bo'lsin. Tabriklayman. Sizga savol qolmabdi deydi. Otamdek azizsiz, aziz ustozlarim, onamdek azizsiz, aziz ustozlarim, otamdur. Здравствуйте, дорогие учителя. Я вас все от души поздравляю с Днем учителей и наставников. Желаю успехов в работе и долголетия, здоровья. Спасибо всем. Bu yil qaysi ustoz bilan ko'proq bahslashdingiz? Yo'q, hammasi bilan kelishaman. Rahmat. Shikolat bering indimi? Kasbdoshlaringiz ichida eng mukammal o'qituvchi deb qaysi ustozni bilasiz? Zamir ustozni bilaman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Tabriklaymiz hammangizni. Qani. Maktab vaqtingizda qaysi fandan 2 baho olgansiz debdilar. Neden? Tasviriy san'atdan. Rahmat, tabriklaymiz hammangizni. Bugun barcha o'qituvchilar uchun juda qadrli kun. Men o'zim ham o'qituvchiman va bilamanki, o'quvchilarga bilim berish, ularni inson qilib tarbiyalash juda katta mas'uliyat. Shuning uchun barcha ustozlarga cheksiz minnatdorchilik bildiraman va barcha hamkasblarimga mustahkam sog'lik, mashaqqatli mehnatlarda bardamlik tilayman. Hamma ustozlarimizni tabriklaymiz. Maktab vaqtingizda qaysi
ustozingizdan dekki eshitgansiz? Sınıf rehberimden bir marta eshitganman. O'qituvchi bo'lmaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Tikuvchi bo'laman. Birinchi marta darsga kirganingizda qanday hayajon bo'lgan? Yo'q, ta'riflab, uni ta'riflab bo'lmaydi lekin. Ustozlar, barchangizga bayram muborak bo'lsin. Barchangizni o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan tabriklayman.